Assalomu alaykum Aday Master YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Cherry Tiggo 7 premium paysasi haqida polniy ma'lumotini berib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlari bo'yicha ham va to'lov usullari bo'yicha ham, qanday olish shartlari bo'yicha ham sizlarga to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'p, Tiggo 7 premium paysasi o'zi 3 ta paysa bo'ladi. Birinchi paysasi Live, ikkinchi paysasi Premium, uchinchi paysasi Max. Bu ya'ni o'rtadagi ikkinchi paysa hisoblanadi. Hozirgi paytda Tiggo 7 mizani xo'p, salonni ko'rib turibsizlar, interyer juda ham bir neobishniy qilingan. Rullarni ko'ryapsizlar, multi rul. Rulda kerakli hamma funksiyasi bor. Rul isidan funksiyalari, multimediani bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Bu yoq tomondan cruise control, scores limit, hammasini bemalol boshqarasiz. Signali albatta o'rtada bo'ladi. Xo'p, monitoriga ham bir e'tibor berasizlar. Monitori scores 220 gacha ko'rsatilgan. Bemalol tez yurgani ham yursanglar bo'ladi. Xo'p, rasxodlarga keladigan bo'lsak, mashinamiz 1.5 turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. Eng zo'r tomoni oldingi versiyaga qaraganda hozirgi versiyamiz korobkasi robotizirованный korobka bo'ladi. Ya'ni yana ham mощныйroq korobka hisoblanadi. Benzin rasxodlariga keladigan bo'lsak, mashinamiz rasxodi xo'p shahar ichida 9 deydi maksimalni. Xo'p, trassaga chiqadigan bo'lsak 6,5-7 ta rasxod qiladi. Xo'p, dizaynlarini ko'rib turibsizlar. Mana bunaqa joyda o'zini kolonkalari bor va obshivkalariga ham bir e'tibor berasizlar. Obshivkalariga ham bir e'tibor berasizlar. Obshivkalari ham juda ham bir neobishniy dizayn qilingan. Kolonkalari ikkitadan bo'ladi. Pishalka va pastda kolonkasi bo'ladi. Podsvetkalari ham juda ham neobishniy. Xohlagan rangilarga qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu ham deyarli Alicante anaqaga o'xshagan. Yengilchani BMW da bo'ladigan dizaynga o'xshab ketadi. Xo'p, mashinamizni klimat kontrollarini bu joydan boshqarasizlar. Isitish, sovutish hammasini knopka orqali boshqarasizlar. Bu yer o'zidan sensorning holatda ham boshqarsa bo'ladi. Xohlasanglar o'chirish, xohlasanglar yoqish, bemalol. Mana kuchlanishini pasaytirish yoki bo'lmasa kuchaytirish. Sidina obogreflarini bu tomondan yoqasizlar mana. 4 tala sidinasida ham, oldida ham, ya'ni orqada ham polniy isitish funksiyalari bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, беспроводной zaryadkalari bor. Bemalol kalkulatorni ham ishlatsanglar bo'ladi. Через USB ishlatib ketaverasizlar. Mashinamizni endi ko'pchilik so'raydi, shunchalik pul mashinaga nechta rejim bo'ladi bu mashinada deydigan bo'lsanglar, mashinamizning 3 ta rejimi bor. Mana monitorda ko'rinadi. Mana Eco, standart va sport rejimlari bor. Ecoda ekonomishniy, standartda standart yurib beradi, sportda mashina yana ham qattiq ulashadi va sportivniy yurib beradi. Xo'p, bu yerda 360 gradus kamerasi bor mashinamizning. 3D variantda ham ko'rsanglar bo'ladi mana. 3D variantda ham ko'rsa bo'ladi. Avarenka knopkalarini yoqadigan bo'lsak, mana. Avarenka knopkalarigacha mana orqada ko'rsatib turadi. Mana yon tomonlarida. Oldi tomondan kamera va orqa kamera. Bokovoy tomondan ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana tepadan ham qaragandek bo'laveradi bemalol. Yon tomondan ko'rsanglar bo'ladi mana. Chap tomon, o'ng tomon bemalol. Bu sizga nima qulaylik beradi? Bu sizga shahar ichida, misol uchun, domlada yoki bo'lmasam bir tor ko'chalarda yurganingizda juda ham bir 360 yoqib olib, bemalol harakatlansa bo'ladi. Xo'p, bu yoq tomonda multimediani boshqargani, bizani joystigimizning yonida multimediani boshqargani ham qo'shimcha knopkalari bor. Ovoz baland past qilish yoki bo'lmasam monitor o'chirib, monitor yoqish funksiyalarigacha bo'ladi. Ruchniklari o'zimizning knopka holatda qilingan, auto hold rejimigacha bor. Ya'ni bu sizga nima qulaylik beradi? Auto hold svetoforga keldingiz, mashinani tormozni bosib turishi shart emas. Ya'ni remen taqqan holatingizda ishlaydi bu narsa. Bosib qo'yasiz, tormozni olasiz, mashina o'zini o'zi ushlab turadi, yurib ketib qolmaydi. Xo'p, bu mashinamizning endi sidina pamiyatlari bor, ya'ni 3 talik qilingan sidina pamiyatlari bor. Mana eshikni ochaman, sidina ketyapti orqaga. Eshikni yopaman, sidina yana o'zimga moslashadi. Chunki men buni birinchi paysaga qo'yib qo'yganman, ya'ni o'zimga moslaganman. Bemalol 2 ta, 3 ta odamga moslasa bo'ladi. Xo'p, endi tashqi tomondan polniy dizayni va faralarni sizga ko'rsatib boramiz. Bitta yana qo'shimcha ma'lumot. Panorama lyukini ham bitta ko'rsatib boramiz. Panorama lyuk ham kattagina bo'ladi, mana ko'ryapsizlar. Kattagina panorama lyuk. Orqasi panorama, oldi lyuk. Orqa sidinalari ham kattagina bo'ladi, joylari bemalol 3 kishi o'tiradigan bo'ladi. Va mana bu barimizning bu yoq tomonida deflektorlarigacha bor. Orqaga ham konditsioner yoqqanlarda, isitish yoqqanlarda bemalol havo o'tkazib beradi. Va buni tagida o'zini USB qo'yadigan joylari ham bor. Telefon zaryadka uchun. Xo'p, endi tashqi tomondan polni ko'rsatib beramiz sizlarga.
Xo'p, 7 Pro modelimizni farasini ko'rib turibsiz. Restyling versiya bo'ladi. Faralari ham ko'ryapsizlar, juda ham bir LED fara bilan jihozlangan. Oldi oblisovka va bamperlari yangicha dizayn. Ya'ni 2026-yilgi restyling versiya bo'ladi. Xo'p, balonlariga e'tibor beramiz. Balonlari o'ziniki zavodskoy yaxshi, diskalari ham juda ham bir boshqacha dizaynda, 18 razmerli bo'ladi. Bakovlarda ham bu yerda avarinka knopkasini yoqqaningizda, ya'ni yonib begushi bo'lib turadi. 360 gradus kamerani bitta kamerasi bu yoqda, bittasi oldida, orqada narigi bakovda ham bo'ladi. Eshikda ruchkasiga e'tibor beramiz. Bu yerda ham sensorli qilib ishlangan. Kalit yoningizda bo'lgan holatda bemalol kelib bossangiz ochiladi, bossangiz yopiladi yoki bo'lmasam beskulchovni ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Orqa salonlariga e'tibor berib olasizlar. Orqa salonlari ham juda ham keng. Koja sidena bo'ladi. Isitish funksiyalarigacha jihozlangan bo'ladi. Va obshivkalarda mana bu tomonda ham orqada ham pishalka plus kolonkalari bo'ladi. Mamutlari ham polni hammasi koja mana. Koja bilan jihozlangan. Orqa videoga faralariga bitta e'tibor berib olasizlar. Orqa faralari juda ham bir neobishniy qilingan. Hozirgi paytda yaxshi mashinalarda video zamonaviy mashinalarda videoga o'xshab chiqqan. Ochilish elektrический, yopilish elektrический bo'ladi. Zadniy kamera, datchik parkировка hamma narsasi bo'ladi. Bagaj sig'imi juda ham kattagina, bemalol xohlagan chemodaningizga qo'ysanglar bo'ladi. Tagida zapaska balon, damkrat ключ hamma narsasi bor. Va mana bunaqa o'zini qo'shimcha shtorka deydi buni. Shtorkalari bilan kelgan bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytaman, bu ham bezopasnost tomon ishlangan. Misol uchun odam bo'ladigan bo'lsa, avtomatik qaytarib yuboradi o'zi. До конца yopib tashamaydi. Kuzovlari ham qalin, mikroni juda ham qalin hisoblanadi va atsinkovniy kuzov bo'ladi. Orqa tomonga zadniga olganingizda datchik kamerasi va parktroniklari bo'ladi. Bu sizga yana ham bir orqada hech narsa ko'rinmayapti degandan ko'ra kamera va datchiklar bilan jihozlangan 360 kamera bor. Qo'shimcha qulaylik. Xo'p, bu mashinamizni endi olish shartlariga to'xtalamiz. Hozirgi paytda mashinamizga kreditdan boshqa narsa bormi deb savol berishgan akalarimizga bor. Hozirgi paytda bo'lib berishimiz bor mana shu mashinaga. Ya'ni eng kamida 30% to'lab, qolganini 30 oygacha bo'lib berish shartlari bo'yicha olishsa bo'ladi. Bitta pasport evaziga, albatta pasport tekshirib ko'rinadi. Xudo xolasa, Cherry Rohat Adaymasterga kelasizlar. Manzilimiz Bektemir, qo'ldan Rohat keturishda o'ng qo'lda joylashgan bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa biz sizlarni kutib olamiz. Test drive'larimiz ham bor. Mashinalarimiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 6 gacha test drive, ish vaqtimiz kechki soat 8 gacha bo'ladi. Xudo xolasa, Cherry Rohat Adaymasterda sizlarni kutib qolamiz.